Fenotip nisbati o'rgatmadimmi? O'zingiz ideya qiling. O'zingiz topa olasiz endi yani. Bilmadim. Fenotip nisbatini endi o'zingiz miyangizni ishlatib hozir boshqa xotirasiga chiqib keladi. Shuncha o'rgatdimmi? Shu holga tushundingizmi? Bo'ldi, topa olasiz fenotipni. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Xo'p. Katta A kichiga. Katta B kichik B deylik. Mana shuni gamet olish. O'tin boshqacharoq yozaylik. Katta B kichik B. Mana shuni gamet olish. Video yozyaptimi? Bo'pti. Bosh qo'ysanglar yozadi. Xo'p. Kelasi ham joylik. Bunaqa gamet olinadi degan savol paydo bo'ladi-da. Siz mana buni o'zini gamet olishni bilasiz-da. Qanaqa gamet olinadi desa, bu yerda katta kichiga gamet olinadi. Bundan bitta, bundan ikkita, bundan bitta. Endi mana buni o'zini ham bilasiz. Bu o'zida qanaqa gamet olinadi desa, katta B, kichik B, katta B, kichik B gamet olinadi mana. Bundan nechta desa, ikkita, bitta, ikkita. To'g'rimi? Hozir uni alohida ololmaysiz-da. Qo'shib olishingiz kerak. Tushundingizmi? Bitta organizm ichida-yu bu. Chatishtirisham emas bu. Endi nima bo'ladi desa 16 xil chiqadi. Bunda ham simmetriya bor lekin. Bunda ham simmetriya bor. Mana bo'ladimi ustoz? Yarba bilan yarba qo'shilib. Kombinatsiya. Mamda ketaveradi. Shoxlanib. Faqat endi bu yerda-chi men mana bunaqa narsani afzal ko'raman-da. Bu bilan to'rtalasini ham olib, yozib, undan keyin bu bilan yana to'rtalasini ham yozib, bu yoqqa yozib ketmaymiz. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Qada, shuncha uzilib qoladi. Ya'niki undan afzalroq bo'lgan usul bor. Mana buni sekin mana bu yerdan bo'lib qo'yaylik. Mana. Buni ham xuddi shunday mana shu yerdan bo'lib qo'yaylik. Avval bu ikkalasini kombinatsiya qilamiz. Bularni. Keyin bular bilan bular kombinatsiya qilamiz, keyin bular bilan bular kombinatsiya qilamiz, keyin bular bilan bular kombinatsiya qilamiz. Tushundingizmi? O'shandan keyin 16 ta chiqadi. Ketdik. 1. Katta B, kichik B. 2. Katta A, kichik B. 3. Katta A, katta B, kichik B. 4. Katta A, kichik B. Afzal tarafchi bunda A bo'yicha ham 2, B bo'yicha ham 2 endi. Hozir qator gametalar yoziladi-yu. B ga qarasangiz ham misol uchun har xil chiqadi. 2-ligi bor, enligi bor. A ham xuddi shunaqa. Qidirib qolmaysiz-da. Hozir ko'rasiz. 4 mi, 2 mi bo'lyapti bular? 2 gametalar. Endi keyingisiga o'tamiz. 5. Xo'p, bu bilan buni olamiz endi. Katta A, katta B. 6. Katta kichik B. 7. Katta kichik A, katta B. 8. Katta kichik A, kichik B. Ketdimi? Xo'p, 9. Endi qarang, bu bilan buni olamiz. Katta A, katta B, kichik B. 10. Katta A, kichik B, 11. Kichik B, katta B. 12 kichik A, kichik B. Aha. Xo'p, 13. Katta B, 14. Katta kichik B. Xo'p, 15. Kichik A, katta B. 16. Kichik A, kichik B. Mana. Chiqdimi? Masalan, A geni bo'yicha 2 ning to'plami qani desa, yuqorida turibdi. Dastlabki 4 tasi o'sha A geni bo'yicha 2 n. Qolgan 4 talasida A geni bo'yicha ham n. Ya'ni ikkalasi bo'yicha emas, A geni bo'yicha ham, o'zi bo'yicha. Bu yoqda endi qarang. B geni bo'yicha 2-liklar qayerda borsa, bu yerda bor. Keyin bu yerda bor. Ko'ryapsizmi? Mana bu ikkitasi esa n'liklar. Tartib bilan turibdi. Bo'l shu narsa kerak o'zi. Endi raqamlarni yozib chiqamiz. Necha bo'ladi bu desa, ko'paytiramiz. Katta bo'lishi 1, katta va kichik bo'lishi 2. 1 kare 2 2. Keyingisi 1, keyingisi 4, keyingisi 2, keyingisi 1, keyingisi 2, keyingisi 2 mi? 2, keyingisi 4, keyingisi
2mi? 2. To'rt bo'ladi. To'g'rimi? Qarang, katta A bo'lishligi 2, katta B kichik B bo'lishligi 2, ana ko'ryapsizmi? 4. Keyingisi 2, keyingisi yana 2mi? 2, keyingisi 1, keyingisi 2, keyingisi 4, keyingisi 1, keyingisi 2. 18 ni 16 ni 2 ga bo'lsak 8 bo'ladi. Mana bu o'rtadan simmetriya bo'lishligi kerak. Haqiqatan ham simmetriya bo'lyaptimi? Tekshirib ko'ring. Simmetriya bo'lyaptimi? Bo'ldi, simmetriya bo'ldi. To'g'ri oldik demak, tushundingizmi? Tartib bilan to'g'ri olsangiz, shunaqa simmetriya paydo bo'laveradi. Kombinatsiyani tushunyapsizlar, nima bo'layotganini? Yaxshi. Savollar kim tushunmadi? Savollar yo'qmi? Bo'ldi, tugadi. Poliplodiya shu. Bir eslatib o'tib ketdim-da, jam maydalab dars o'tganim yo'q hozir. Eslatib o'tib ketdim bir. Atletga o'tamizmi? Testingiz bormi qo'lingizda? Endi chiqarib berdi.